fikringiz bo'lmasin. O'zbek xalqi pul topsa, uy soladi, uydan qolsa to'y qiladi. To'y qilganda ham 7 seriyali to'y qilyapmiz. 7 seriyali to'yni, bunaqa seriyali to'ylarni chet elda, birorta mamlakatda, birorta millat shunaqa to'y qila olmaydi. Faqat tojiklarda bor, o'zbeklarda bor. Mana masalan, to'yimizni sanab chiqaylik. Maslahat oshi deydi. Qo'ni-qo'shni oshna og'ayni bu yora birodar bilan 100 kishi yetib qolasiz. Bemuzga o'tyapti. Lekin bitta aqlli chiqadi, mana qaranglar, mana qo'shnimiz Yusufjon san'atkor bekor uyda o'tiribdi. O'shini chaqiraylik, tingillatib o'tirmaydi. Uyda bekorchi bor. O'tsa yo'l ketkilar o'zi. Desa, to'g'ri aytadi, aytaylik chaqirib tingillatib o'tiradi. Ikkita og'ir ashlatgandan keyin bitta sho'g'ini aytib yuboradi, bir o'ynaylik-da. Gumburga qasir. Qarabsizki, katta to'yda, ertalabgacha to'y bo'ladi. Maslahat oshi bu. Kim oshpazga, kim Navoiyga boradigan, bo'lib beradigan kuni to'y bo'lib ketadi. Endi qani sovuzni to'g'rar deydi. 3-4 ta katta san'atkorlar kelib xizmat qiladi. Undan keyin qiz tomonda qiz vechir. Ertalabki oshak biz minglab odamlar keladi. Minglab odamlar keladi. Aytilgan, aytilmagan kelaveradi. Ba'zilar 2 martadan kul chiqaveradi. Osh shirin ekanda, bu oshpaz kim ekan, ha? Bunaqa oshni qaytib yeymiz yo'q, yana bir kirsam ekan, ha? Tursa yangi gruppa keladi, yangisi. Shart qo'shib yana kirib ketib to'yxonaga. To'ylarning egalari ham qarang, pishiqda, zamonaviyda odam qo'yib qo'ygan ekan. Spesial odam qo'yib qo'ygan ekan. Bittasi top yerga ushlab qoldi-yu. Bu ham mehnat qilyapti. Bu mehnat qilyapti. Sen keyin chaqib olib, birodar, iltimos, obro'ingiz borda qaytib keting. Hozir chiqib ketdingiz, bir kambag'al to'yi bo'lsa, 2 martadan kelyapsiz, yurtishni nima bo'lsa, akajon men birinchi marta kelishim, yoqamni qo'yib oling, iltimos sharmanda qilmang, shunday qilib. Sen ikkinchi marta kelishing, men tanib turibman, masalan, spesialni ko'rsatyapman masalan. Spesialni masalan tanib oldim, akajon men birinchi marta kelishim. Hozir chiqib ketdingiz, bo'ldi, u chiqib ketgan Hasan aka, men Husan bo'laman men. Biz Hasan rosa o'xshaymiz, bor kirib ketavertirmish. 2 martadan kirsa ham xursand bo'laveradi, kelaveringlar. Qolsa tovoqlarga solib mahallaga ham tarqatadi bizning xalqimiz. Bunaqa qo'li ochiq xalq dunyoda yo'q. Qarang, qoyil qolasiz. Chet elda bir seriyalik to'y bo'ladi. Kechirasiz, sanab chiqadi-ku. Ana undan keyin nahor oshidan keyin qiz tomonda qiz vechir, nikohdan keyin charlardan keyin karlar degani ham bor. Karlar qanaqa bo'ladi? To'ydan keyin kirib keladiganlar karlar bo'ladi. To'ydan keyin do'radan taroq deb, "Hay, kim bor?" To'ylarda sizlarni yaxshi bo'ldimi? Yengli nima bo'ldinglarmi? Qani xofdan olib chiqinglar, bir videosini ko'raylik. Oho, bu urushdan qolgan bir maydonga o'xshab qolibdi bu to'yxona. Hamma yoq singan, karavotlar pachaq, antennani ham qayrib qo'yishdi azamatlar. Menimcha o'g'irlab ketishmoqchi bo'lgan. Aliminda. Qozon ham yo'q u. Qozon ham egasi berolmaymi? Yo'q, shu yerda hali men qozonga qarab qo'ydim. Yo'q, qozon yo'q. Qozonni shu to'y tugagandan 2 soatdan keyin teshib kirgan o'sha. Aliminda bu ham. Alimin narsa turmaydi joyida. It yotgan shu qorni to'ygan shu yerlarga keladi. Maza qilib. To'yda to'yib qolish kerak edi. Xullas, bir videosini ham ko'raylik deydi. Bu 7-seriyasi bu. Qarang, chet elda boshqa millatlarda bir seriyali to'y bo'ladi. Men o'zim ko'p qatnashganman. 20 kishi bilan to'y o'tadi. 2 soatda to'y tugaydi. Shundan 5 kishi oldinroq turib ketib qolsa, to'y degasi xursand bo'lib turadi. Xayriyat, qolgan narsalar ekonom bo'lib qolyapti deydi. Pulni restoranga kamroqroq to'layman deydi. Bizda-chi qanchalik xalq ko'p kelsa, qanchalik uzoq o'tirsa, qanchalik ko'p yeb ichsa, qanchalik bir narsa talab ketsa, bir narsalarni sindirib ketsa, bir narsani o'g'irlab ketsa, shunchalik xursand bo'ladi. Ertasiga maqtanib beradi. Men to'yimdaqa to'y bo'lmagan, bu mahallada deydi. Qanaqa to'y bo'lgan desa, 650 ta kosadan 50 ta kosa qolibdi deydi. Shoynak biridan vosh qolibdi deydi. Bizni ham to'yga yetkazib, hammasi o'g'lab ketdi deydi. Yana tirjib turadi, xursand bo'lib turadi. Bunaqa xalq dunyoda yo'q ko'rmaganman. Chet elda-chi 20 kishi bilan to'y o'tadi. Shundan 5 kishi oldinroq turib kelsa, xursand bo'lib turadi. Bizda-chi oldinroq ketib ko'ring. To'ydan oldinroq ketib ko'ring. To'yning egasi qorong'ida qo'lda tayoq bilan aylanib yuradi. Qani men to'yimda kim ketib qoladi, bir ko'raylik. Daraxtdan panasi qilib boshlaydi.
agar birorta sekin gilamdan qilsa shuni chiqib turib shu daraxtlarga shuna qochma to'xta deydi. Qayt orqangga. Meni ko'rmaydi deb o'ylaysanmi? Nega men to'yimdan qochib ketaversan? Qani bu yoqgacha men sen to'yda 3 kun o'tib xizmat qilganman. Sen men to'yimdan qochib ketyapsan? Nima? Aroq yetmay qoldimi? Aroqdan qolib ketdi, stol ustida ochilmak aroqlar turibdi. Demak, ovqatga to'ymay qoldingmi? Ovqatlar qolib ketdi ekan. Ovqatga to'ygan bo'lsang, aroqqa to'ygan bo'lsang, nega men to'yni qizdirmasdan qochib ketyapsan? Aka men to'yni qarab qizdiraman. San'atkorlar qizdiryapti desa, sen nega qizdirmayapsan? Aka men qanaq qizdiraman to'yni desa, bir-biringni urmaysanmi deydi. Men to'yimda janjal bo'lib ketib, militsiya ovozi bo'lib ketmaydimi? Ertaga butun obro'z gapirib yurmaydimi? Falon shu to'yda rosa zo'r bo'libdi, janjal ham bo'libdi ekan. San'atkorlarni oldiga solib rosa quvibdi ekan. Torini Qibraydan topib kelishibdi. Doirasini kelishda topib kelishibdi. Hofiz yo'qmish. O'shildichi, shu domdarasi yo'qmish. degan gaplar paydo bo'lmaydi to'yda. O'shaqa to'ylar bo'lishga qolaydi biz xalqimiz. Qanchalik shov-shuv bo'lsa, shunchalik xursand. Chet eldachi 20 kishi bilan to'y o'tadi. Qanday shug'um qolib ketdi, oshnog'aynim qolib ketdi emas. Borini chaqiradi-da, kompaktda kichkina bir to'ycha o'tkazadi-da, tamom, shu bilan qutuladi. Bizda 7 serial to'y qiladi. Chet elda unaqa emas. Bunaqa to'ylarda nima deydi? Chet elda ko'rib ko'pchiligi tomi ketib qolyapti. Bir Amerikada o'tirgan ekan, bu dasturxonni ko'rib, bu meva-cheva, bu oziq-ovqatni ko'rib, xizmatkorlarning oqibatini ko'rib, yugurib kelganini ko'rib, choy tashganini ko'rib, endi haligi tandirlar yuryapti demişda, tandir bor-ku. Tandir to'yxonaga yurib kelyapti demiş. Deb og'zi ochilib, haligi somsachi shu aka, isib olib keldi. Qarang, tandir yuryapti demiş. Bu yoqda karnaylar 9 ta karnay mamlakatga aylanib mamlakat qitashyapti demiş. Hali chet ellik bashar qo'ydilar. Bittasi 4 ta karnayni qo'lga qo'lni qo'yib olgan, mayyaga choptirganmiz. Oxirgi kelgan paytda Abbos guruhiga karnayni ikkiga bo'lib cholib qoldi. Hali chet elda o'tirganmiz. Hali karnayni 3 ga bo'lib, 4 ga bo'lib cho'ntaga solsiga chiqib qolibdi haligilar. Qarshi chavoribdi, karnay yo'q ketganmiz-da. Bunaqa to'yni ko'rmagan hayron bo'lib, yoqasini ushlasa yoqasi yo'qmishda. Chet ellik yoqasi hayron bo'lgan edi, hayron qolgan yoqasi ushlasa yoqasi yo'qmishda. Ro'parada o'tirgan o'zbeklar haddasi bunaqasi ko'rmaganman. Chet elda hamma millatlar to'yini ko'rganman. Avstraliyaga borganman, lekin bunaqa to'y ko'rmaganman. Qolganni yoqamish yo'qshi, yoqam yo'q ekan. Mani yoqamish qo'raq debdi. Mana yoqqani zo'ri bizda debdi. 58 yoqqan debdi. Deyam o'zim yoqamish yo'qmoqchiman debdi. Bunaqasi ko'rmaganman. Siz qayerdansiz ta'sir? Men Amerikadanman. Amerika sehrli dunyo. Kolumb ham uxlarda hali bizni Beruniy bobomiz topgan joydan kelganmisiz? Amerikaga hamma intilaveradi ta'sir. Hamma Amerikaga qarab ketyapti hozir. Amerikangizga bormaganmiz, lekin eshitganmiz. Dollaringizni ko'rmaganmiz, eshitganmiz. Sizga bitta savol. Amerikada qiziq qoldi-da endi. Eng kam oylik necha ming dollar desa, bizda eng kam oylik masalan debdi, 1,5 ming dollar debdi. Yo'q, hayt, 1,5 ming dollar. Shundan 1000 dollarni bir oyga xalqimiz yeb ichvoradi, qolgan 500 dollarini nima qiladi bilmayman desa, o'zbek akamiz bir poplab qo'ydi, bizda boshqacha ta'sir debdi. Qanaqa qarabdi bizda debdi, eng kam oylik 50 ming so'm debdi. Lekin bizning xalqimiz bir oyga 450 ming so'm xarajat qiladi, qolganini qayta oladi bilmayman. Qolganini qayta oladi, hozir isbotlab berdim bizda pul topish yo'lini ham biladi. Mana masalan shahar bo'lishiga qaramasdan mol boqishyapti, chunki bola chaqasi ko'p, to'y qilish kerak, to'ydan qolsa uy solish kerak. Shaharda mol boqishyapti. Uyat yo'q buni. E'tibor bering, shaharga chiqamaysiz, svetoforlarga sigirlarni boyib tashlagan. Mashina keltirgan bo'lsangiz, archalarning ichidan qo'ylar chiqib qoladi, qo'y. 25 ta qo'y eshigi chapa-chapa o'tib qoladi-yu. Tormozlarda bosgan, tramvaylar sinib chiqib ketgan, bir-biriga boshilar signal bergan, gaylar kelgan, qo'lda tayoq bilan mashinalar bu yerda qolib qo'ylarni qo'yib yuribdi. Masalan, Kanada Green degan o'simlik paydo bo'lgan, yerni ko'p qilib chiroyli qilib qo'yadi. O'sha narsani chet elliklar 10 ming dollarlik traktorcha bilan o'rar ekan. Ahmoq bo'lmasa qarang. Biz ham shunaqalar sotib olaylikmi desa, yo'q, taqsir debdi. Shu 10 ming dollarni menga bering, men zo'r yo'l o'ylab topganman debdi. 10 ming dollarga shuni o'zingizga qilib bersam bo'ldimi desa, o'ta bizga farqi yo'q.
Bergan ekan $10,000 20 ta sigir sotib olibdi. 20 ta sigir. Qarang, kechqurun salqin tushi bilan qorong'i tushi bilan 10 ta sigir yo'lni u tomondan ketyapti, 10 ta sigir kanadagirini bu tomondan g'ajib boryapti. Bu sigirlar kanadagirini enasini ko'rib qo'yapti. Mana pul qayerda? Ham sigir to'q, ham sut, ham qatiq, ham bolasiga yo'qoladi, ham go'sht. Mana pul qayerdan kelyapti? Qarang, $10,000 faqat tratishida aylanib o'rib yurarkan. Bizdachi ham o'tlar tekis bo'lyapti, ham mol katta bo'lyapti, ham to'y qilyapti, ham uy solyapti. Uylarni solganda ham g'ishlar gapiradi. Hozirgi uylarni ko'rgan bo'lsangiz, arxitektura to'g'risi endi mana qasdanda, mana balkondan baqirib ketgan, minga bo'lgan ekan, minga keltirib ki, minga pastga tushib, minga kirib qoladi. G'ish gapiradi, g'ishlar. Keladi mehmonlar, keladi degani, ichkariga kiradi mehmon. G'ishni gapirtirib olyapti ustolar bizga. Amerikalik shart bo'ldi. Shu uy kimda uy? Ya qaysi korporatsiyaning ofisi bo'ldi deb. Bu oddiy o'zbek yigitning uyi bo'ldi. Oddiy o'zbek yigiti shunaqa chiroyli uy bormi? Ha, u yigit qayerda ishlaydi? Hech qayerda ishlamaydi bu yigit. Esir tarqaganda bir bekorchi bo'lib qoladi. Bekorchining shunaqa